agar bir banda ertalab o'rnidan tursa, uning tani salomat bo'lsa, bola chaqasi tinch bo'lsa, bir kunlik yeydigan taomi bo'lsa, unga dunyo xazinalar kaliti berilibdi dedilar. Hammamizni qo'limizda mana shu dunyo kaliti bor azizlar. Ertalab turishlik o'zi katta ne'mat. Kechqurun uxlab ertaman turmagan qancha. Ertaman turganda tani salomat bo'lishligi o'zi katta gap. Chunki tanani salomatchiligi ham katta ne'mat. Bola chaqasini tinch bo'lishligi va bir kunlik taom bo'lishligi qanchalik ulug' ne'mat. Agar biz ertalab uyg'onib hayotimizga bir nazar tashlasak, qanchalik darajada Allohning bizga ne'mati ko'pligini ko'ramiz. Chiqayotgan quyosh biz uchun chiqyapti azizlar. Siz ertalab turganingizda butun koinot sizga xizmat qilayotganini ko'rib Allohga shukr qilmaysizmi? Ya Rabbi, nahotki shu quyosh meni deb chiqyapti. Nahotki tong meni deb otdi. Bu bir ne'mat. Nafas olib chiqarishligimiz bir ne'mat. Bugun biz ertalab tursak, yegan taomimiz bo'lsa, buning uchun qancha shukr qilishimiz kerak. Mana shuning uchun Rasululloh alayhisalom aytibdilar, ertalab turganida tani salomat bo'lsa, bir kunlik yeydigan taomi bo'lsa, u juda ham katta baxt.